immunizatsiyada kam kuch, qat'iyati bor edi, bo'yi o'sdi. Eng muammosi xotirasi вообще past edi. Alo, assalomu alaykum. Assalom. Bonu opa sizmisiz? Ha. Yaxshimisiz, charchamayapsiz? Vitavi kompaniyasidan sizni bezovta qilyotgandim. Ha, yaxshimisiz? Rahmat, vrach shifokor Hamdamova Benazirama. Sizni tanishganimdan xursandman. Men ham xursandman. Farzandlaringizga mahsulotimizdan olib berganmidingiz? Ha, iste'mol qilyapti hozir. Qanaqa shikoyatlaringiz bor edi? Hozir qanaqa farzandingiz ahvoli shular haqida batafsilroq aytib bersangiz bo'ladimi? Ha, oldingi shikoyatlari immunizatsiyada kam kuch, qat'iyati bor edi, bo'yi o'sdi. Eng muammosi xotirasi вообще past edi. Hozirgi kunda Xudoga behisob shukr, ikkinchi marta olib ichiryapmiz. Xotirasi ham yaxshilangan, ichi ham yaxshi o'tyapti, immunitet ham ko'tarilgan, hammasi yaxshi. Neyrokompleksdan beryapsiz-a farzandingizga? Ha. Diqqat e'tiborlari ham yaxshi-ya? Maktabda Shunday, o'zlashtirishlari fanlarini. Shunday, hammasi yaxshi. Oldin shu to'rt qator she'rni 15 marta takrorlatamiz. Hozir o'zi o'qib, o'zi bemalolgina esiga saqlayapti. Farzandingiz ahvoli yaxshilanganidan juda ham xursandmiz. Rahmat sizlarga ham, Xudoga behisob shukr. Haftasiga desa ham telefon qilib, bizdan xabardor olib o'tiribdilar. Sizga ham rahmat. Undan tashqari, farzandingizga o'sha qabziyatiga bitta kichkina sizga shifokorlik maslahati bermoqchiman. Iloji boricha suyuq ovqatlarni ko'proq bering, kun davomida suyuqliklar ko'proq ichsin. Turshaklardan har xil kompotlar qilib bersangiz, ich kelishini yaxshilaydi yana ham. Xo'sh. Non mahsulotlarini kamroq yesin, chunki ular ich xotirish xususiyatiga ega unli mahsulotlar. Xo'sh. Shularni sizga maslahat qilmoqchi edim. Sog' bo'ling, salomat bo'ling. Yana bu savollaringiz bo'lsa berishingiz mumkin. Xo'sh, sizlarga ham katta rahmat. Ishlaringiz rivojini bersin. Rahmat kattakon. Mayli, sog' bo'linglar.